Selamünaleyküm. Üniversitesi bugün sizlerle 300 lansın gösterimi yani 10 metre 10 metre türlü çekilişler 300 lansa hadi onları konuşabilirim lazım diye bugün genç hareketini yaptık ve açılmalarını çizip bir yani açılmalar kopuktan uzun sorunu hafta hareketini yaptım çizip bir yani 300 namız yani 10'da 10 geçenler açılma bu ölçemler açılma İşte Sperli, Toşkan'ı, Tekerşisi ve Sperli yani Hammond Özdeşken bu konuda. Ve diyorsunuz Cüneyt Ferası'nı alındı. Onu ölçümlerdi. Sizip doğruluk temperaturlarını hareket kıldım. Yani doğal hukuk bir yani. Yani diyorsunuz bir göre makul bu müşteri yüksek çıkarmak için. Yani bu onu ölçümlerde yükseklerse mehmahona, fani ve hoşbana diyebiliriz. Yani mehmahona, fani ve hoşbana bir oldu. Yani kalorimiz var. Yani kırışlı tomandan oluyor. Bu tomandan ise darvozaxonadan. Yani bu toman darvozaxona bularken ise darvozası bu için bunu darvozalayın. Yani darvozaxonadan kırış tomanı. Şimdi ko'cha tomondan ki kirishni boshlaydigan bo'lsak, uyni ko'rsatadigan yani boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlardan chiqamiz. Yani tekisdan. Kanımızda kolumuzu yine sakız. Yani 80 santimetre. İşte kalta oldu. Çünkü bu çıkmaları yine böyle yaptı. Şu sabah 80 santimetre. Değişikliği yok ki bu yerden kısaynızdan bular yani bu süpernin geçirip bir oradan kısaynızdan bulardı. Yok, bu tarafın bir ara olan kısaynızdan bular. İşte değişik başlıklarında böyle hava aktarmak gerekiyor. Uzunluğu sesleşten çıktık. Toplu yarıma fazla yani 3 yarımda boşağımız 40 santimetrede 309 bulardı. Böyle turuluk boşağımız 1 metre 40 santimetrede. Yani 309'da 1 metre 40 santimetre 1 metre 40 santimetrede koşuşlarında mesela 309 metre. 530 bulardı. Yani kolumuzun uzunluğu uzun. Tam video ise 530 ölçümünde. Yanımızda 10 tomanda oshxona. Oshxonamizda o'lchami yani 2,5 metr o'lchamdagi oshxona. Yo'ldan chap tomonga o'tsak Spaniyamizda bu shu oshxona o'lchamidagi yani yotoqxona, eski yotoqxona bitta. Bu yerdan ikkinchi yotoqxonamiz ikkita. Yani pastdagi 3 to'xta bir xil razmerda o'lchamdagi xonalar. Yani kolumuzun o'tganimizda o'ng tomonda hammom. Yani bu o'lchamda hammom. Yarımda bloklarıq. Bu içində hammam. Termosunu qo'ysangiz bo'ladi, hojatxona qo'ysangiz bo'ladi, hammom chiqadi. Bu yerdan chiqqanimizda yangi holimizni uzunligi 5 metr 90 santimetr, eniga 1 metr 40 santimetrlik holimiz. Qo'limizdan o'ng tomonda esa 5 metr 90 santimetr, 3 metr 50 santimetrlik katta bir mehmonxona joylashgan. Mehmonxonadan chiqqanimizda yani 10 tomonga burilsak yani bitta spalni 3 metrga 3,5 o'lchamdagi spalnimiz yani yotoqxonamiz, katta bir yotoqxonasi. Bu yerdan bu yoqqa chiqsak aytganimdek
2,5 o'lchamdagi yotoqxona. Xonalar kichkina bo'lganligi sababli 10 metr chiqish kerak edi. Shu sababli kichkina qilishga majbur. Agar sizga ma'qul kelmasa, bu yerga kattaroq xona olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni 2,5 o'rtada 30 hisoblasak, 5-30 xona bo'lmaydi. Siz 4,5 qilasiz. Qolgan 80 santimetrda bu yerda polga qo'shib olsangiz, unda polimiz 1,60 metr santimetrda pol chiqadi. Bu xonada chiqqanimizda polni zinadan hovliga chiqib ketamiz. Yani do'stlar, 590 hisoblaganim, umumiy hisoblaganda 10 metr. Bundan ayiramiz 2,5 metrga, 30 santimetrda bundan Dünyam 30 santimetr. Yani devor ko'tariladi. Bu yerda 1 metr zina. Hisobiga 5 metr 90 santimetr. Bu yerdan hovliga chiqamiz. Endi do'stlar, narximizni ko'rsatganimiz aylanasi 40 santimetrdan bundan ko'rilgan. Bunda qat aylanasi. Tamamında geldik kadar 5 kadar 30 santimetreden koyacağım. 4 santimetreden koyacağım. İşte evet, nasıl koyacağım? 30 santimetre. Bundan sonra 40 santimetre oluyor. Binamız 1 metre çıkan yapar. Yani nefes yapılan bir şey oluyor. Onun ölçümlerde ilk çizmesi. Şimdi çizmesi aynı. Örnekliğin tarih yapılır. Olduğumuz bu çizme. Bu çizme sayılarımızın Gözünün iki eşit bulması gerek. Tamamen dalga konacak görüşmesi gerek olmalı. Arkadaş ilk basını yapılıp eşitsiz koşmak sayı koşularını Sizlarga shu ma'qul bo'lsa, shu bo'yicha tizimlar qanday bo'lsa, shu bo'yicha qoldirishlaring mumkin do'stlar. Endi oynalarni qo'yishgan. Qayerda oynalarni joylashtirilgan, tomon devorlar qo'shnisiga to'g'ri kelgan bo'lsa kerak, oyna qo'yilgan. Shunaqa do'stlar. Do'stlar, Telegram kanalim, har bir videoning tagida Telegram kanalim bor. Bu orqali murojaat qilsalarni yani do'stlarimiz tizmalar topib ketgan bo'lsa, uzr so'zimdan vaqt va albatta harakat qilaman bergani lekin ishdan keyin bo'shashmay vaqt va albatta berishga harakat qilaman. Do'stlar, kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lsa, salomat bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa albatta yozinglar. Harakat qilamiz bartaraf qo'ygani. Bu do'stimiz xonamiz 4 metrini 360 qilganingiz ma'qul degan ekan. Ya'ni taxtalarimizni, ustunlarimizni qo'ygan 4 metrlik ishlaklari ko'proq keldi. Sababli 3,5 qilganman. Bunaqa 3,5 qilgan. Shunaqa chizmamiz. Agar ma'qul bo'lsa, albatta sizlarga ma'qul bo'lsa sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha